O'zbekiston Respublikasida dual ta'lim tizimi so'nggi yillarda kasb-hunar ta'limini ishlab chiqarish bilan uyg'unlashtirish maqsadida joriy etildi. Dual ta'lim bu o'quvchilarning nazariy bilimlarini ta'lim muassasasida, amaliy ko'nikmalari esa bevosita korxona yoki tashkilotda egallashni nazarda tutadigan ta'lim shaklidir. O'zbekistonda dual ta'limni rivojlantirish bo'yicha bir qator normativ-huquqiy hujjatlar quyidagilar: 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonunni hamda O'zbekiston Respublikasida professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish bo'yicha asosiy huquqiy hujjatlardan biridir. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 163-sonli qaroridir. 163-sonli qaror kasbiy ta'limda dual ta'lim shaklini joriy qilish va uni ta'limli asosda tashkil etish uchun chora-tadbirlarni belgilaydi. Uning asosiy maqsadi kasbiy ta'lim tizimida nazariy va amaliy ta'limni uyg'unlashtirish, yoshlarni mehnat bozorining real talablariga mos malakalar bilan ta'minlash, ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashdir. Qarang, yotaymiz hammamiz. Ayiq asal yaladi. Hozirgi vaqtda Sirdaryo pedagogika texnikumida dual ta'lim shakli asosida birinchi bosqich talabasiman. Bu dual ta'limda ham o'qib, ham maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida ishlayman. Haftaning juma, shanba kunlari tahsil olaman. Haftaning qolgan kunlarida ish faoliyatimni davom ettiraman. Bu dual ta'limda ko'p narsani o'rgandim. Dual ta'limda qulay taraflari menga ham amaliy, ham nazariy ish jarayonlarini olib borsam bo'ladi. O'rganaman, chunki o'rgangan narsalarimni darhol ish jarayoniga borib, bolalarga o'rgatib, ularga ham tahsil bersam bo'ladi. O'qishga kirmoqchi bo'lgan talabalarga tavsiyam dual ta'limda o'qishini maslahat beraman. To'g'ri, boshida qiynaldim ham o'qishga, ham ishga, lekin rejalarim asosida ishlarimni, barcha rejalarimni o'z yo'lga qo'yganim sababli hozirda menga qiyinchilik tug'dirmaydi bu narsa. Oldimga qo'ygan maqsadlarim yaxshi tarbiyachi bo'lib yetishib, yaxshi daromad keladigan ishda ishlash oldimga qo'ygan maqsadlarimdan biridir. Xudo xohlasa bu ishlar o'qishimni tugatganimdan keyin prezidentimizning qaroriga muvofiq 5+1 o'qishida ham o'qishga kirmoqchiman va u o'qishni bitirib o'zim xohlagan ishimda ishlashni oldimga katta reja qilib qo'yganman. Bu rejalarimda asosan inson o'ziga qo'ygan maqsadiga erishish uchun avvalo o'ziga bo'lgan ishonchi kuchli bo'lishi kerak. Oldiga qo'ygan maqsadiga yetish uchun yaxshi o'qishda, yaxshi harakatda davom ettirish kerak.